Haftalik o'quv va ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. 24-fevral kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm, Buxoro, Navoiy va Toshkent viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, shimolda ba'zi joylarda qor bo'ladi. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat foni deyarli o'zgarmaydi. 25-fevralda shimoliy g'arbiy hududlarda va cho'l hududlarda, 25-fevralda kechga tomon va 26-fevralda respublikaning ko'pchilik viloyatlarida yomg'ir yog'adi, shimolda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Havo harorati 26-fevralda 8-11 daraja iliqqacha, shimolda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliqqacha pasayadi. 27-fevralda respublika hududi bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida kechasi ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati 2-3 darajaga ko'tariladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda 24-26 kunlari vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 26-fevralda ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. 25-26 ayrim joylarda ba'zida 20-25 metr/sekundgacha kuchayishi. 25-fevralda chang-to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Poytaxtimizda 24-fevralda kunning ikkinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 4-6 daraja iliq, kunduzi 14-16 daraja iliq bo'ladi. 25-fevral kuni faqat kechqurun yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 7-9 daraja iliq, kunduzi 16-18 daraja iliq bo'ladi. 26-fevralda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. 27-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-6 daraja iliq, kunduzi 12-15 daraja iliq bo'ladi.